Assalomu alaykum. Bugungi mavzu C++ vektorlar mavzusi. Rejaga kiradigan bo'lsak, C++dagi vektorlarning asosiy tushunchasi va ma'nosi. Ya'ni vektorlarning qanday ishlashi, asosiy metodlarini, vektorlarning amaliy qo'llanishi va misollar, vektorlar bilan ishlashda uchraydigan muammo va cheklovlar va C++ vektorlarning o'ziga xos xususiyatlari va afzalliklarini ko'rib chiqamiz. C++, ya'ni vektorlarning asosiy tushunchalari. Vektorlar. Avvalo, vektorlar degani bu dinamik o'lchamli ma'lumotlar tuzilmasi bo'lib, standart kutubxonalarda mavjud. Ya'ni CPP, ya'ni C++ standart kutubxonalarida mavjud. Ular massivlarga o'xshaydi, lekin o'lchami ehtiyojga qarab o'zgaradi. Vektorlar. Vektorlar ma'lumotlarni saqlashda qulay va samarali bo'lib, massivlar bilan farqli ravishda ularning o'lchamini yaratish yaratishdan keyin ham o'zgarishi mumkin. Massivlar statik bo'lib, o'lchamni aniqlash kerak. Vektorlar esa dinamik. Shundayki massivlar statik, vektorlar esa dinamikka bo'linadi. Vektorlar bilan ishlashning asosiy qoidalari. Vektorlarni yaratish uchun vektor kutubxonasidan foydalanamiz. Bunda push back, ya'ni push pastki chiziqcha, back va ikkita qaus bilan yopiladi metodidan element qo'shish uchun foydalanamiz. Vektorlar bilan asosiy operatsiyalar qo'shish, o'chirish va tartiblash, indeks bilan ishlashga ehtiyot bo'ling. Ya'ni indeks bu nima? Indeks chegaralarini tekshirish juda muhim. C++ vektorlarning o'ziga xos xususiyatlari. Vektorlarning dinamik o'lchami va avtomatik ko'payishi uchun massivlardan farq qiladi. Bunda bu xususiyatlar kodni soddalashtiradi va xotira resurslarini samarali boshqarishda yordam beradi. Xotira boshqaruvi va samaradorligi ayniqsa katta ma'lumotlar bilan ishlashda muhim. Nega? Ahamiyat kasb etadi. Ya'ni muhim ahamiyat kasb etadi, chunki vektorlar avtomatik kengayib, resurslarni optimal tarzda foydalanadi. C++ vektorlarning foydalanish sohalari. Endi foydalanish sohalariga keldik. Boya o'ziga xos xususiyatlardan o'tdik. Endi foydalanish sohalarini ko'rib chiqamiz. Bunda C++ vektorlash dasturlashda keng qo'llaniladi. Masalan, algoritm, ma'lumot tuzilmalari yaratishda va ular yordamida muammolarni yechish, dinamik massivlar, o'zgaruvchan strukturalar quriladi. Muammolar va ularni hal qilish usullari. Masalan, samaradorlik va xotira boshqaruv muhim ahamiyatga ega. Vektorlar bilan ishlashning asosiy metodlari deganda, vektorlar bilan ishlashda pushback, ya'ni push pozitsiya back va popback, ya'ni insert va erase kabi metodlar keng qo'llaniladi. Har bir metod vektorlar elementlarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. Bunda pushback elementi oxiriga qo'shadi, popback oxiriga qo'shadi, elementni olib tashlashadi. Insert belgilangan joyga yangi element qo'shiladi. Erase esa elementlarni oshiradi, ya'ni elementlarni o'chiradi va bu metodlar yordamida vektorlar ustida samarali va tezkor ma'lumotlar boshqarish mumkin. Vektorlar bilan ishlashda qo'llaniladigan algoritmlar. Ya'ni C++ vektorlar bilan ishlashda asosiy algoritmlar qatoriga sort, reverse va find kiradi. Bunda sort algoritmi elementni tartiblaydi, odatda n-log n vaqt ichida bajaradi. Masalan, vektor elementlarni kamayish, tartibda joylashga xizmat qiladi. Endi reverse ga keladigan bo'lsak, reverse algoritmi
Bunda u elementlar ketma-ketligini teskari qiladi. Masalan, o'yin natijalarini qayta tartiblash. 1. Find algoritmi noma'lum elementni qidiradi. 2 va topilsa uni indeksini qaytaradi. 3. Masalan, ma'lumotlar ichida muayyan, ya'ni qiymatni qidirish har bir algoritmning samaradorligi va qachon qo'llash kerak shu vaziyatga bog'liq, shuningdek misollar bilan tushuntirilgan. Vektor bilan ishlashda uchraydigan umumiy xatolar orasida chegaradan tashqariga chiqish va xotira muammolari mavjud. Bu xatolarni aniqlash uchun kodni ehtiyotkorlik bilan tekshirish, chegaralarni nazorat qilish va sinov qilish muhim. Xatolarni oldini olish uchun indekslar va chegaralar to'g'ri boshqarish, xotira boshqaruvi va debugging, ya'ni debugging vositalaridan foydalanish tavsiya etiladi. Xo'sh, vektorlar bilan ishlashda yana bir qadam. Bunda ilgari metodlar va strategiyalar yordamida vektorlarni birlashtirish, boshqarish imkoniyatlari kengaytirilmoqda. Masalan, vektorlarni birlashtirish bo'sh vektorlar bilan ishlash va yaratish mumkin. Bunda kelajakda katta hajmdagi ma'lumotlarni samarali boshqarish, tahlil qilish uchun sun'iy va parallel texnologiyalar rivojlantirilmoqda. Shunday, vektorlar bilan amaliy ishlash misollari. C++ tilida vektorlar yordamida ma'lumotlarni samarali saqlash va boshqarish mumkin. Masalan, o'quvchilar ro'yxati yoki mahsulotlar katalogini yaratish. Ya'ni o'quvchilar ro'yxatini yaratish mumkin. Ya'ni mahsulotdan katalog, ya'ni bu mahsulot bu katalogda, bu mahsulot bu. Misol uchun, oddiy misol, korzinkani olaylik. Korzinkani agar veb-saytiga olsak, veb-saytida bunda ichimliklar отдельный bo'ladi, ya'ni ichimliklar alohida. Mahsulotlarga keladigan bo'lsa, mahsulotlar bu kartoshka bo'limi отдельный katalog, piyoz отдельный va piyoz alohida, kartoshka alohida va ko'katlar alohida bo'lishi xuddi shunaqa. Gazli ichimliklar alohida bo'limda va spirtli bo'lmaydi. Albatta, uzr, korzinkada gazli ichimliklar, oddiy suvlar va xushbo'y yoki bo'lmasa mana bu gazli, o'sha sog'liq uchun kerak bo'lgan ichimliklar va energetik nomli ichimliklar alohida katalogda mavjud bo'ladi. Xuddi shunday kataloglarga ajratsa bo'ladi va o'quvchilar ro'yxati, ya'ni o'quvchilar ismidan boshlab, mana ismi qanday olsak, jurnal boshida harfi bo'yicha kelishi mumkin. Mana bu alifbedagi A'dan bo'lsa Abdumajidov yoki Akbar Aliyev A'dan boshlab kelishi mumkin va oxirgi shu ism oxirgi familiyasining bosh harfi bo'yicha alifbedan olib o'sha o'quvchilar ro'yxatini tuzish mumkin va boshqarish uchun keng qo'llaniladi. Bu usul dasturiy ta'minotda dinamik, ya'ni ma'lumotlar bilan ishlashda juda qulay va samarali bo'ladi. Vektorlar bilan muammolarni hal qilish. Vektorlar yordamida muammolarni hal qilishda muammoning ma'lumotlar tuzilmasini aniqlash muhim. Ya'ni dinamik o'lcham va operatsiyalar yordamida yechimlarni soddalashtirish mumkin. Uchraydigan muammolar orasida indeks chegaralarini buzish yoki noto'g'ri ma'lumot kiritish bor. Bu muammolarni xatoliklarni tekshirish va chegaralarni cheklash orqali bartaraf etish mumkin. Algoritm va xatoliklarni boshqarish usullarini tavsiya etiladi. Vektorlar va innovatsion yondashuvlar. Vektorlar yordamida yangi texnologiyalar va metodlar ishlab chiqilmoqda. Ya'ni, masalan, katta ma'lumotlar va sun'iy intellekt sohasida vektorlar asosida algoritmlar rivojlanmoqda. Kelajakda dasturlashda va ham vektorlar ham ishlash, innovatsion yechimlar va samarali usullar taqdim etiladi. Vektorlar bilan ishlashda o'zgarishlar. O'zgarishlarga keladigan bo'lsak, bunda ishlashda texnologik va metodik, ya'ni yondashuvlar,
doimo rivojlanmoqda. Yangi algoritmlar, dasturiy ta'minot yordamida jarayonlar soddalashtirilmoqda va samaradorlik oshirmoqda. Kelajakda sun'iy intellekt va avtomatlashtirish imkoniyatlari kengayadi. Bu esa dasturlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Bu rivojlanish bilan birga ba'zi cheklovlar va muammolar ham yuzaga keladi. Masalan, katta ma'lumotlar hajmi va hisoblash quvvati talablarini oshishi. Vektorlar bilan ishlashda muammolar. Vektorlar bilan ishlashda asosiy muammolar mavjud. Jumladan, xotira cheklovlari, samaradorlik muammolari, o'lcham o'zgarishi jarayoni yuzaga keladigan muammolar ham muhim. Xatoliklarni aniqlash va ularni qilish uchun samarali usullar qo'llash zarur. Bu muammolar dasturlash jarayonini ehtiyotkorlik bilan boshqarish lozim. Vektorlar bilan ishlash cheklovlar. Cheklovlar qanday? Bunda vektorlar ya'ni ishlashda maksimalniy o'lcham xotira boshqaruvi muhim cheklovlardir. Katta o'lchamdagi vektorlar xotira muammolari keltirib chiqishi mumkin. Shuningdek, boshqa ma'lumotlar tuzilmalari bilan solishtirganda vektorlarning cheklovlari va imkoniyatlari farq qilishi mumkin. E'tibor berilishi kerak bo'lgan jihatlar orasida xotira limitlari samaradorlik hisoblanadi. Vektorlar bilan ishlashda xatolarni oldini olish. Vektorlar bilan ishlash eng ko'p uchraydigan xatolar. Indeksni noto'g'ri belgilash va chegaradan tashqari chiqish. Bu muammolar xotira muammolari va dastur ishlashiga sabab ta'sir qilishi mumkin. Masalan, indeks -1 yoki vektor o'lchamida katta bo'lsa, xato yuzaga keladi. Xatolarni oldini olish uchun kodni diqqat bilan yozish, ya'ni indekslarni tekshirish va AT metodidan foydalanish tavsiya etiladi. Debug vositalarida ya'ni vositalar foydalanish, assertionlar qo'yish, chegaralarni nazorat qilish yordam beradi. Masalan, IDE debaggerlar va xatoliklar haqida xabar beradigan vositalar. Vektorlar bilan ishlashda yechimlar. Vektorlar bilan ishlashda muammolarni hal qilish uchun optimallashtirish va samarali algoritmlardan foydalanish muhimdir. Masalan, std, sort yoki parallel algoritmlar yordamida tezlikni oshirish mumkin. Shuningdek, kesh optimizatsiyasi va xotira boshqaruvi yordamida resurslardan samarali foydalanish mumkin. Bu strategiya boshqaruv yordamida resurslardan samarali foydalanish mumkin. Bu strategiya ishlash samaradorligini oshirish va kengaytirish, ma'lumotlar bilan kengayishda muammolarni kamaytiradi. Endi afzallikka keladigan bo'lsa, afzalligi bu vektorlar asosiy afzallikda dinamik o'lcham va avtomatik xotira boshqaruv bilan bog'liq. Ular yordamida ma'lumotlarni samarali saqlash, boshqarish mumkin. Bu esa dasturchilar uchun qulaylik, tezlik ta'minlaydi. Bu xususiyatlar katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlashda juda foydali bo'ladi. Vektorlarning o'ziga xos xususiyatlari. Xususiyatlariga keladigan bo'lsak, bu dinamik o'lcham, avtomatik kengayish imkoniyatlari, uning asosiy operatsiyalari pushback, popback, insert, erase, xotira boshqaruvi, avtomatik ajratish va bo'shatish. Xavfsizlik va samaradorlik. Bu xususiyatlar dasturchilar qulaylik yaratadi va xullas samaradorligini oshiradi. Vektorlarning dasturlashdagi roli.